Assalomu alaykum hammaga, meni podpischiklarim, meni ko'rib turgan do'stlarim, yaxshimisizlar? Bugun juma, haftani 5-kuni va bugun men somsa qilishga ertalabdan turdim. Kecha kechki payt hamma xamirlarni va masalliqlarni archilab, yaxshilab qo'ygandim, tayyorlab qo'ygandim. Ertalabdan turdimda mana shu somsaga harakatni boshladim. Bismillah deb somsaga harakatni boshladim. Va yana shuni aytib o'tsam, nimaga ertalabdan turib somsaga harakatni boshladim. Men har juma kuni somsa pishiraman. Bizning qishlog'imizda juma kuni bozor bo'ladi va o'sha bozorga somsa sotamiz. Bu meni birinchi o'rinda hobbim va keyin ozgincha bo'lsa ham ro'zg'orga ozgincha bo'lsa ham yordamim bo'ladi. Lekin o'zim juda ham shunaqa narsalar tayyorlab sotishga qiziqaman. Xudo xohlasa, agar o'xshab ketsa, mana shu ishlarimni rivojlantirmoqchiman. Bu somsamiz hozircha kartoshkali somsa. Hozir bu biznesni men yaqindan boshlaganman. 1 oy bo'lyapti. Mana shu kartoshkali somsadan boshladim. Xudo xohlasa keyin biznesimizni rivojlantirib, go'shtli somsa, har xil somsalar qilib va shirinliklar ham qo'shmoqchiman. Agar o'xshab ketsa, Xudo xohlasa o'xshaydi. Men harakat qilyapman shu o'xshashiga. O'z biznesim bo'lishini chin dildan xohlab harakat qilyapman. Xullas, hozircha kartoshkali somsa ozgina mazasi shirali chiqsin, mazali chiqsin deb ichiga dumba yog' va charvlar ham ozroq qo'shaman, lekin mazasiga gap yo'q. Mana shunaqa qishloq hayoti ertalabdan mana shunday boshlanadi. Hamma ertalabdan turib, ertalabki salqin bilan ishlarini qilib oladi. Bugungi kunim juda ham yaxshi o'tyapti, juda ham yaxshi boshlandi. Bugun yaxshi kun, juma kunlaridan biri. Somsalarimni chiroyli qilib tugib, chiroyli qilib pishirib oldim. Keyin onamga sotish uchun berardim. Onam bozorga borish kerak edi. Har doim men somsalarni pishirib beraman. Onam esa sotib keladi, singlimi kelasi. Ularga ham ko'p rahmat aytaman. Ancha yordami tegyapti. Bu somsalarimga ham bozordagi odamlar rosa o'rganib qoldi. Bir juma chiqmasam, qani somsa deb bari so'raydigan bo'ldi. Shunaqa qilib shavq-zavq bilan ishlayapman. Somsalarni qilib bo'lgandan keyin hovliga ozroq suv sepib, hamma tomonni yana ham salqinlatib, chiroyli qilib qo'ydim. Hozir ishlarimni qilib bo'lgach, qaynonamning uyiga borishim kerak. Biz katta o'g'limiz bo'lak bo'lib alohida chiqib ketganmiz. Shuning uchun qaynonam kecha telefon qilib, ertaroq kel degani uchun ertalabdan turdimda, ishlarimni qilib, somsalarimni pishirib, uylarimni yig'ishtirib, endi qaynonamning uyiga borishga tayyorgarlik ko'ryapman. Somsani yarmini onamdan berib yubordim sotish uchun, yarmini esa qaynonam uchun olib qo'ydim. Shu fursatdan foydalanib, men podpischiklarimga hammasiga katta rahmat aytaman. Oilaviy xotirjamlik tilayman. Meni xursand qilib, har bitta videolarimni ko'rib va meni sodiq podpischiklarim bor. Har bitta videoyimga qo'ygan videoyimga albatta like bosayotgani uchun katta rahmat aytaman va bundan keyin ham meni kuzatishda davom eting. Sizlarga iloji boricha qishloq hayotini ko'rsatib, oddiyroq qilib, men hashamatli, zo'r joylarda va zo'r video qilib ololmasam ham, lekin oddiy qishloq hayoti va 4 qizim bilan chiroyli kontentlar qilib sizlarni xayrli kuningizga, mazmunli kuningizga yana ham yaxshiroq kun qo'shishiga sababchi bo'lsam, men juda ham xursand bo'laman. Qizlarim hozircha uxlayapti. Orada mashinamni ham yuvib oldim. Hamma ishlarimni qilib, mashinamni yuvib, keyin borib qizlarimni turgizdim va hammamiz 1 2 3 Fox deb birpasda tayyor bo'ldik. Mana hammamiz ketishga tayyormiz. Men mana shunaqa kiyinib oldim, chunki u yerga qaynonamning uyiga xizmatga boraman. Shuning uchun yengilgina uy kiyimni kiyib oldim. Meni ko'rib turgan podpischiklarimga katta rahmat aytaman. Meni kuzatishda davom eting. Like va podpiska kutib qolaman. Hayot shamoli kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.